Biz o'qituvchilarimiz bilan birgalikda 2 oy ichida eko havo tozalagich yaratdik. Buning vazifasi havoni changlardan va izotoplardan tozalashdir. Bu qurilmani shogirdlarimiz bilan 2 oy davomida tayyorladik. Imkoniyatlarimizdan kelib chiqqan holda darsdan bo'sh vaqtlarimizda loyihasini chizdik, chizmalarni chizib, g'oyalarni umumlashtirib, hamma fikrlarimizni umumlashtirib buni tayyorladik. Bu asosan havodagi o'sha chang zarralarini, bundan tashqari inson hayoti uchun xavfli bo'ladigan izotoplarni tozalab beradi. Pastki tomonida o'sha ultrabinafsha nurni chiqaradigan lampa joylashtirilgan. Boshqa apparatlardan farqi bu o'sha elektr energiyasini kam sarflaydi. Masalan, elektr energiyasi bo'lmagan paytida ham o'sha havo oqimi yordamida plastinkalar bayda zaryadlanadigan qildik. Plastik havo oqimi yordamida o'zi zaryadlanib, havodagi o'sha chang zarralarni, izotoplarni topishi mumkin. Hozir bu qurilmamiz bitta sinf xonasini 1 soat ichida havosini tozalab bera oladi. Agar buni haqiqisini olib chiqiladigan bo'lsa, katta shaharlarga, ko'chalarga o'rnatib, ancha havoni ko'proq miqdorda tozalash mumkin.